Shilpildoqlarimizni xamirini bitta tashiymiz. Bitta qo'lda sal qiynalganman. Suv soldik. Boyaginga bir choynak suv solib, tuzlamasini to'g'rilab oldim. Mana tayyor o'sha jaymi xamiri qattiqqina, lekin mazasi cho'tki chiqadi. Yupqagina, sizlar xohlagandek. Bizlar ham oldin yoyardik, keyin bir marta shundan yedik-ku, keyin osongina arzimas ekan ham ketkazgan vaqtingizga haqiqatan. Buni qilib qo'ysak, osongina chiqdi. Yangi pochkani ham ochdim. Mana ham sog'olaman hammasini. Biz hozir bu yerda 5 kishi ovqatlanamiz. Biz asosan xamiriga emas, ana suylarini ko'proq qilib maza qilib yeyish yaxshi ko'ramiz. Просто shilpildoq nomiga shilpildoq. Shunaqa gaplar. Voy qanaqa oldu? Yani ileyim opa. Buni bittasi Adajoyinga, bittasi xo'jayinimga. Buni o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Endi kattaligiga aytmayman, bu erkaklarga. O'zingizlar shuncha yeb ustalarga kam berar ekansizlar demanglar, bu erkak kishiga.